Deniz nayt qimmat, lekin uni haydaydiganlar yoki haydashni orzu qildiganlar nayt ko'p. Olma telefon nayt qimmat, lekin buni ishlatadiganlar hatto yengiz chiqib bo'lguncha bu yengisiga almashtirsam bo'ldi deb intilib turadiganlar nayt ko'p. Qimmat narsaning bahosining qimmat bo'lgandan boshqa hech qanday bir kamchiligi yo'q. Arzon narsa bo'lsa, shu bahosining arzon bo'lgandan boshqa ortiqchiligi yo'q, hammasi kamchilik. 99 qo'yga changlik qilib olgan olma telefoningizni birlik o'lsa, joligini saxt mahsulot ekanligini hammadan bilib qoldi. Shunga tiqvaraq ishlatasiz, bulutmi olma telefon balaning oldida. Demek sizge keragi bu yerdagi mahsulotning arzon qimmat bahosi emas, balki buning asli qimmati. Endi ba'zi qimmat narsani olganda shu setib olgan vaqtning o'zida bir bearam bo'lmas, ajab qimmat setib oldim, mana nurg'un pulga setib oldim deb. Biroq setib akagandan keyin ertasi boshlab netchilikcha nayt xo'sh bo'limiz, suyunimiz, shu vaqt mashta etgan rost payzga mavqit. Qimmat narsaning zot qimmatchiligi borga, yifin qo'ka deb bir qarab farqat kelib buldiganligini bilib nayt xo'sh bo'limiz. Arzon narsani ko'rsa shu setib olgan vaqtning o'zida xo'sh bo'limiz, yana va ajab arzon setib oldi. Falan monch ming qo'yga eptika, buniki aslisi jingli. Menga monch pulga olib oldim. Arzon o'xshash qo'ya nima degan bilan deb o'ylaymiz yo'q. Akagandan boshlab bir yerimizdan bearam bo'lamiz. Qarsak bu haqiqatan aslidagisi bilan nayt ko'p farqi bor buning. Shu qo'limizga haqni bilan selishtirganda bilimiz. Boshda olganda pochchi setib olgan bo'lsak, bir qancha oydan keyin haqning qishida chiqirishdanmi numus qilib qolamiz. Oxirda necha kunlar, oylar o'tgandan keyin, chidab shu jimnasan bo'g'da deb man yo'q olmoqchi bo'lamiz. Eliq girining chiqimi 2 deganga tushimiz. Shunga har qanday bir mahsulotni setib olgan vaqtning o'zida uning bahosining qimmat arzonligiga qarmay, sizda mush mahsulotga mening qattiq ehtiyojim bormi degan o'ylash kerak. Navbat sizga haqiqatan zarur elish ehtiyojingiz bor bo'lsa, ba'zi qimmat bo'lsa-mu chidab turib haqiqiy donliq markaning sifatli mahsulotini setib olishingizni tavsiya qilaman. Sizga mos kelgani, sizga zarur bo'lgani hargiz qimmat emas. Sizmi shuningdek narsalarni ishlatishga loyiq, shuningdan huzurlanishga loyiq. Endi sizga bir zarur bo'lmagan, ehtiyojingiz bo'lmagan bir narsani 9 qo'y 9 mo'g'i sotgan bo'lsa-mu, epchuyman, baribir qimmat bu. Çünkü aslında sizga lozim emas. Pulni xashlashning o'zimi bir san'at. Pul iqtisod to'g'risidagi mazmunlarni birga o'rganishni xohlaydiganlar meni go'njuk bo'lishni unutib qolmanglar. Rahmat.